Hurmatli teletomoshabinlar, yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Biz dasturimizni davom ettiramiz. Va biz dasturimiz an'anasiga muvofiq tarzda bugun mehmonlarni taklif etganmiz. Dastur mehmonlari O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Buxoro viloyat bo'linmasi xonanda va sozandalari Feruzaxonim Asadova hamda Yorqin Rajabov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Erta tongdan dasturda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Tongi Assalom Buxoro dam olish dasturiga xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? A'lo darajada. Chunki mana oldinda ro'za Ramazon oyi kirib kelyapti. Xalqimizni yaxshi kunlarida biz doim xizmatdamiz. To'y tantanalarda, shuning uchun a'lo kayfiyatda yuramiz doim. Xafa bo'lishga bizning haqqimiz ham yo'q. Xalqimizga xursandchilik ulashishga biz majburmiz. Chunki san'atkorlarmiz. Majbur va bu qalb xohishi ham bo'lsa kerak, to'g'rimi? Endi bu kishi majburiyat sifatida qaralganlari bu o'zlarining qarashlari. Chunki haqiqatdan-da har bir xonadondami, yaxshi kunda, to'yda, tadbirda bo'ladilar, doimo yaxshi kayfiyatni ulashadigan odamlar talab qilinadi. O'zida ham kayfiyat a'lo bo'lishi. Xuddi shunday Feruzaxonim qachon qaramaylik, ana shunday nim tabassum bularda doim bor va qolaversa kamtarin fazilat egasi bo'lib hisoblanadilar. Feruzaxonim albatta gap isboti bilan keling dastur avvalida, mana shu suhbat avvalida bir ajoyib qo'shiqni tomoshabinlarimizga tuhfa qilsak. Mayli. Demak, qanday shularni bugun ijro etib bermoqchisiz? Buxoromizning asl san'ati bor. Shashmaqom, buxorochalar, mavrigilar. Men bularni sevib eshitaman va juda faxrlanaman bu san'atimiz bilan. Mana shundan ozgina ijro etib beramiz. Marhamat. یک نگاه از تو در خواب تپیدن از من، یک سخن از تو بسد گوش شنیدن از من ادا منه. یک نگاه از تو در خواب تپیدن از من، یک سخن از تو بسد گوش شنیدن از من ادا منه. چهره نموندن و دل بردن و دوری از تو. حیاره ستم و جبر و جفایی تو کشیدن از من ادا منه. ستم و جبر و جفایی تو کشیدن از من ادا منه. لعل لبت و جان من آن شود نمی شود شربت تو و کام من تا نرسد نمی شود. از سر کویت ای حبیب جای دیگر نمی روم، جای دیگر اگر روم بی تو بسر نمی روم. ای صنم لب شکرم روی تو پیش
qarang. Ajoyib. Qisqartirdim. Ovoz ajoyib, to'g'rimi? Juda ham ijro undan ham zo'r. Va o'ylaymizki, tomoshabinlarimiz ham bu ijroni miriqib, tongdan o'zgacha bir kayfiyatda qarshi olishdi. Xuddi shunday. Feruza xonim, bu ijro uchun rahmat deymiz va sozanda yigitimizga ham tashakkurimizni bildiramiz. Endi esa dasturni tartibiga muvofiq tarzda bir ajoyib sahifaga navbat bersak. Albatta, bu sahifa sizni kutmoqda. Birgalikda qisqa bir sayohatga otlanamiz, yana qaytib studiyaga kelamiz. Marhamat, biz bilan Vyetnamda sayohatda bo'ling. Marhamat.